Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 15-aprel 2025-yil. Xudo xolasa biz yana Panjikin shahridamiz. Mana aziz tomoshabinlar, qilinayotgan ishlarimiz o'zingizlar ko'ringlar bitta mana. Video roligini ham chiqizganman. Bundan oldingi holati qanaqa edi? Bundan keyingisi mana shu holatga kelyapti. Hozir balandagi karnizlar bo'ldi. Endi tagdagi karnizlarni o'rnatamiz. Ko'ringlar mana, o'zingizlar bitta baho berasizlar qilinayotgan ishlarga. Oldingi holat mana shu pravnastillaydi. Pravnaslarni olib tashlab. Mana bunaqa qilib, mana chiroyli qilib tunikafon patolog qilyapmiz. Ichkarini ham ko'rsataman hozir. Mana ko'ringlar, ish sifati, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu tomonlari bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana darvozaxonamiz. Bu tomonlari mana bu tomonlari darvozaxona. Xonasi bitgandan keyin yana chiroyli qilib video rolik qilamiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bizga qo'ymasdan. Xudo xolasa ishimizni sifati, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Biz doimo xizmatdamiz.